Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Hayotullo Sobirov, ya'ni Chumoli Trader. Sizlarni bu darsligida ko'rib turganimdan xursandman. Bu darsligimiz sizlar bilan amaliy dars bo'ladi, ya'ni 4 ta 5 ta videoni ko'rgan insonlar juda ko'pchiligi hali logikasini tushunmabdi. O'shani hisobiga mana shu simulyatordan foydalangan holatda bitta backtesting qilib ishlab ko'ramiz. Undan tashqari mana shu video ozgina cho'zilishi mumkin. Shuni hisobiga 1.5x yoki bo'lmasam 2x qilib olingda, oldingizga popkornni olib kelib olib bemalol ko'rib o'tiring. Xo'p, qani bo'lmasam sizlar bilan ketdik o'rtoqlar. -4 qilib oldim, ya'ni New York vaqti bilan har doimgidek. Undan tashqari entrylarimiz qanaqa bo'ladi? Entrylarimiz bizda Aziya va New York sessiyasidagi signallar orqali bo'ladi. London nimaga yo'q? Sababi Londonda bizda manipulyatsiyaga tushib qolishimiz mumkin. O'shani hisobiga Aziya va New Yorkda goldda entry qilib ko'raman. Ya'ni goldga nisbatan aytyapman, manipulyatsiya deb. GBP/USD, Euro/USD bo'ladigan bo'lsa, misol uchun paralar, valyuta paralari. Demak, London va New York ishlaganingiz yaxshi. Qani bo'lmasam ketdik o'rtoqlar. Ozgina o'tkazib yuboraman. Ya'ni Aziyamiz qayerda bu yerda endi? Aziya shu yerdan boshlar ekan. Hop, bu yer ana shu New Yorkdagi holat ekan. O'tkazib yuboramiz Aziyagacha. Birinchi signalimiz bizda 18:50 va 19:10 da beriladi. Okay. Aziya vaqtiga keldik. 19:10. Ozgina vaqtinglarni olishim mumkin, sababi hech narsaga tayyorlanganim yo'q. 20:45 da bor va 21:10 da bor va undan tashqari bizda 21:50 mana bu holatda va 22:10. Hozircha mana shu 3 ta vaqt oralig'ini belgilab olamiz va M2 time frame ga o'tamiz. Nimaga endi bu yoqqa o'tdim? Prosta shunchaki o'tdim. M2 ga. Haligi noto'g'ri tushunmanglar. Xo'p. Ya'ni mana bu maksimum va minimum darajalar aniqroq ko'rinadi kichkinaroq time frame da. Tasdiqda уже katta time frame da olaveramiz. Xo'p, mana bizda maksimum va minimum darajasi. Ozgina o'tkazib yuboraman. Hali signal yo'q. Mana shu demak zonaning ichida yuribdi bozor. Okay. M5 time frame ga yoki bo'lmasam M3 ga o'tib olamiz, farqi yo'q. Xo'p, mana e'tibor beradigan bo'lsak, bizda hozircha tana bilan buzib o'tish bor. Lekin bitta narsa, agarda signal kechikadigan bo'lsa, keyingisini kuting deganman, to'g'rimi? Agarda bizda hozirgi umumiy trendimiz, ya'ni mana shu 1 soatlik trendimiz uptrend bo'layotgan bo'lsa, demak kirib ko'rsak bo'laveradi. Xuddi shu signal orqali. Agarda qarama-qarshi, ya'ni katta time frame da sell trend bo'lib turib tushib kelyapti-da, H1 da 4 soatlikda. Sizga bayga signal beryapti. Bunaqa holatda demak kirmaganingiz ma'qulroq bunaqa kechikkan holatlarda. Okay. Mana shu yerda o'zidan bay kirib ko'raman. 0.5% dan risk qilaman. Mana Fibonacci darajasini shunaqa ko'rinishda tortamiz. Va shu yerdan hisoblab ko'raman, necha lot ochsam bo'ladi. 2.7 bo'ladigan bo'lsa, hop, take profitimiz bu yerda bo'lsa, где-то 1.7 ochaman ekan. 1.7 ochsam, ana o'shanda hisobga to'g'ri bo'lar ekan. 0.5%. Вот. 0.5% ga qo'ydim stop loss darajani. Va take profitimiz bu yerda. 0.5% dan oshirmaymiz. Qachon 0.5% dan oshiramiz? Qachonki 1-2% foydaga chiqib qolganimizda. Sal tezlashtiraman. Okay. Xo'p, e'tibor bergan bo'lsanglar, bizda take profit 1 va full TP darajamizga qarab turib ketyapti. Mana shu holatda bezubitga surib qo'yaman. Aslida mana bu yerda hech bo'lmaganda 40% ni yopishim kerak edi, lekin mana bu simulyatorda qanday qilib turib yopishni bilmayman. Okay. Take profit 1% foyda. Prosta omadimiz keldi. Ishoninglar. Keyingi signal vaqt. Mana bizda ana shu 20.45 va 21.10 dagi hozir kutamiz. Mana shu shamcha yopilishini. Shu bizga hozir maksimum daraja bo'lib berar ekan. Вот. Ana shu vaqt oralig'idagi eng pastdagi minimum daraja bu yerda, maksimum mana bu yerda mana. 21.10 da yopilgan shamchamizda bo'lib qoldi. Tasdiqni kutamiz, hali tasdiq yo'q. Okay. Bizda fake breakout bor. Mana bu holatda agar narx tanasi bilan shunaqa holatda yopiladigan bo'lsa, biz qarama-qarshi tomonga ishlab ko'rsak bo'ladi. Agarda yopilmaydigan bo'lsa, demak kutish kerak bo'ladi. M1 time frame ga olib o'tamiz. M1 time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, xo'p, mana shu yerdan kiramiz, qaranglar. Stop loss darajamiz где-то maksimumda bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerdan hozircha yana bitta 2 lot kirib ko'ramiz va 0.4% risk qilib ko'ramiz. Fake breakout dan. Haligi ложный пробой deydi-yu.
o'shandan. Va take profitimiz qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, take profitimiz birinchi TP'miz mana shu minimum darajaga bo'ladi. Ikkinchi TP'miz agarda narx yurib beradigan bo'lsa, mana bu -1 gacha bo'laveradi ikkinchi TP. Ko'ramiz hali. Xo'p, tabriklayman. Bitta stopli bo'lib oldik. Chiqisi yo'q. Bizda 0.7% hozircha. O'tkazib yuboramiz. Bizda keyingi demak signal vaqtimiz bor. Bizda mana bu yerda minimum daraja yaralgan, mana bu yerda maksimum yaralgan. Mana e'tibor beringlar. Shu yerdagi eng pastki nuqta bu yerda, eng yuqori nuqta bu yerda. Hozircha. Bu yopilish kerak, o'shanda aniqroq bo'ladi. Mana shu aktualligicha qolib ketdi. Hozircha hech qanday signal yo'q. Mana endi bo'lishi mumkin shu yerda signalimiz. Okay. Bizga hozircha sellga signal berdi mana shu holatda. Tortib olamiz. Hop, shu yerdan kiradigan bo'lsak, stop lossimiz bu yerga bo'lsa, где-то 1.8 kiramiz ekan. Ana o'shanda to'g'ri keladi $500 ga. Mana 0.5% va take profit darajamiz bu yerda. Okay, biz bezbitga zonamizga kelib qo'ydi. Okay, TP 1%. TP1 da chiqib ketdik. Nima sababdan? Nima sababdan endi TP1 da chiqib ketdik? Sababi anavi 1 soatlik time frame'da bizda umumiy buy trend bo'layotdi. O'shani hisobiga standard deviationda -1.5 darajasida chiqib ketdik. Balki oqib ketar yana. Xo'p, bizda endi Aziyadagi eng oxirgi signal vaqtimiz qolyapti. Mana bu yerda joylashgan. Okay. Mana shu shamcha уже yopilishini kutamiz. E'tibor beramiz. Mana shu vaqt oralig'idagi yaralgan maksimum va minimum daraja bu yerda joylashgan. Endi signalni kutamiz shu yerdan. Hali signal yo'q. Fake breakout. Mana bizda yana shortga berildi. Demak, bundoq turib tortamiz. Mana shu yerdan kiradigan bo'lsak, stop loss darajamiz bu yerda. 2 bilan tiqsak bo'laverar ekan. Yo, 3 bilan tiqaylik. Stop lossimiz bu yerda где-то 0.7% risk bo'layapti. Va mana bu yerda 1.2% keladi, 1% ga qo'yamiz. Bum. Okay. Yomon emas. Xo'p, 208%. Endi mana bu yerdagi hamma signalga kirish kerakmi? Kirmasangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz mana shu Aziyadagi bir nechta signalda o'ziga kiring. Ya'ni ishonchingiz komil bo'lganiga. Men endi hozirlarga backtesting qilib turib ko'rsatib beryapman xolos. Lekin hamma signalga kir degan joyi yo'q. Endi New York kutamiz qaranglar. New Yorkimiz birinchi signalimiz bizda 7.15 dan boshlanadi. O't mana bu nuqtadan. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi entryni qilishdan oldin bitta narsa taklifni berib o'tib ketaman. Yaqinda workshop ochdim. Ana shu workshopda xuddi shu aniq vaqtlar bo'yicha yana ham chuqurlashtirilgan holatda o'rganishingiz mumkin bo'ladi va undan tashqari Goldda, ya'ni HUSD parasida aniq narxlarga asoslangan ikkita tizimni o'rganasiz va prop kompaniyalar bilan qanday qilib muvaffaqiyatli ishlashni o'rganishingiz ham mumkin bo'ladi va to'liq ma'lumotni mana shu yerdagi Telegram ID dan demak olsangiz bo'ladi. Baribir qachonlardir kimlarnidir signallardan qutulgan holatda yolg'iz ishlaydigan vaqtingiz keladi. Ana shu yolg'iz ishlayotganingizda baribir sizga tizim kerak. Bemalol ana shu tizimda men sizga o'rgatishim mumkin bo'ladi. Xo'p. Kichkina time frame ga o'tkazib olamiz. 7.15 va 7.45 o'rtoqlar. Bizda signal vaqti. Ya'ni New Yorkka keldik. Londonni qo'yib yubordim. Londonda Hop. Bizda mana minimum daraja bu yerda yaralgan va hozir mana bu shamcha yopiladigan bo'lsa aniq bo'ladi maksimum daraja ham. Bo'ldi. Mana bu bizdagi eng yuqori maksimum. Mana shu vaqt oralig'ida yaralgan. Kutamiz. Fake breakout o'rtoqlar yana. Mana shu yerda o'zidan demak kirib ko'rsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam bizga bitta retest berish kerak. Ana shu retest bergan holatda kiradigan bo'lsak
Okey. Bir lot bilan kiramiz. Stop loss darajamiz, misol uchun mana 0,4%. Ya'ni bizdagi hozirgi foyda bu yerda bor. Take profit darajamiz mana bu nuqta 1%. Okey. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu holatda narx juda ham qisilib qoldi. Undan tashqari, hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, mana buni fake breakout signaliga kirdim. Kirgandan keyin mana bu oraliqda ham hozir bizda ana shu vaqtlarimiz mavjud. Lekin qaramayapman nimani hisobiga? Chunki уже bitta entry qilganingizdan keyin qolganlariga qaramay turasiz. Stop yoki bo'lmasam take bo'lguncha. Вот bizda TP. Ya'ni fake breakoutdan entry bo'ldi. Fake breakoutni nima deb o'rgatuvdim? Narx faqatgina swap qiladi-da, xuddi shu zonani, ana o'shandan keyin qarama-qarshi tomonga ketadi dedim. Mana shu holatda mana bir kunimizni yakunlab qo'yaveramiz. Ya'ni New Yorkdagi hamma signalga kirmaymizda, mana shu signal hozir umumiy bir kunda berilyapti 308%. Lekin to'g'risini aytganda omadimiz keldi o'rtoqlar. Misol uchun minus ham bo'lishi mumkin edi. Men shunaqangi yaxshi kunga tushib qoldim shekilli. 2025-yil 2-apreldagi holat. Kelinglar, keyingi kunda ham kuzatamiz. Ya'ni уже bu kunda biz foydani qildik. Tezlashtirib yuboraman. Omadimiz keldi to'g'risi. Prosta omad keldi. Oho, вообще musor-ku. Mana shu yerlarda уже yeb qo'yardik. Mana shu yerdagi signallarga kirsak. Xo'p, 19:10. Ozgina kutaman, sekinlashtirib. Okey. Bizda minimum daraja bu yerda. Hozir mana shu shamchi yopiladigan bo'lsa, maksimum daraja уже mana bu yer bo'ladi. 19:10 da yopildi. Endi tanasi bilan buzib o'tishini kutamiz. Okey. Mana bu holatda tanasi bilan buzib o'tish bor, o'rtoqlar. Tanasi bilan buzib o'tish bor. O'shani hisobiga nuqtur tortamiz. Shu yerda o'zidan entry qilib ko'ramiz. Stop loss darajamiz как раз 1% bo'lar ekan. Chunki biz hozir foydadamiz, o'shaning uchun qo'rqmasdan 1% ishlasak bo'laveradi. Va take profitimiz bu yerga. Tabriklayman, stop oldik bu holatda. Minus 1%. Endi keyingi signalni kutamiz Aziyadagi. 20.45 21.10. Nimaga endi 1%? Chunki foyda dedik. Boshda tushuntirdim-ku. Mana shu foydaga chiqib olgunimizcha 0.5% dan risk qilib turamiz. O'sha foydaga chiqib bo'lganimizdan keyin bemalol 1% dan qilsak bo'laveradi. Xo'p. Mana shu yerdagi eng yuqori maksimum daraja bu yerda 21.10 va 20.45 da yaralgan. Endi tepaga yoki bo'lmasam pastga buzib o'tishini kutamiz. Okey. Faqatgina bizda shpilka bilan buzib qo'ydi. Hali yo'q, signal yo'q o'rtoqlar. Tanalar muhim. Tanalar juda muhim. Xo'p, keyingi vaqt oralig'iga o'tib ketib qoldik katta ehtimol bilan, chunki 21.50 va 22.10 da bizda signal bor edi. Bu отказ bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki signal bermadi. Mana bu vaqtimiz. 21.10 kutamiz. Yopilishini kutib turamiz. Okey, yopildi. Mana shu yerdagi eng yuqori maksimum daraja bu yerda, eng pastdagi yaralgan minimum daraja bu yerda. Rangeimiz lekin juda kichkina bo'lib ketib qoldi, mayli. Hop. Mana bizda mana bu yerda уже signalni berdi, o'rtoqlar. Bezubitga zonamizga ham kelib bo'libdi уже. No, bitta qaytganda, ya'ni retest berganda bunaqa vaziyatda, retest berganda entry qilib ko'raman. Mana bu yerlarda kirish kerak edi. Mana как раз stop loss darajamiz 0.5% hozircha yoki bo'lmasam 1% qilsak ham bo'laveradi. Mana 1% va take profit daraja mana bu yerga. Okey. Ozgina pastga tushadigan bo'lsa, bezubitga qo'yamiz. Bezubitga ham olib qo'ydi. Xo'p, bitta bezubitga. Endi keyingi signal, Aziyadagi eng oxirgi signalimiz bor. Mana bu yerda joylashgan. Xo'p,
Aynan mana shu 00:00 ya'ni 12:00 da yaralgan minimum daraja bu yerda, maksimum bu yerda joylashgan mana bu yerda. Hali signal yo'q. Bu yerda ham yo'q. Okay, endi signal bo'ldi. Bunaqa vaziyatlarda misol uchun shu yerdan kirsangiz ham bo'laveradi, lekin yopilishini kutganingiz menimcha yaxshiroq. Men bir time frame o'tkazib olaman. Okay, shu yerda o'zidan sal kiraman va stop loss darajam где-то bu yergacha bo'lar ekan. Range kichkina bo'lgani uchun sal teparoq qo'yaveraman stop lossni, take profit darajani Fibonacci darajasiga qarab turib aniqlayveraman. Mana 1%. Okay. TP. Endi o'tkazib yuboramiz, ya'ni New York kutamiz bu yog'iga. New Yorkimiz 7:15 ta. Oqqanini. Qoyil. 7:45 birinchi signal vaqtimiz. Xo'p. 7:15 dagi mana bu yerda maksimum yaraldi. Hozir bu shamchi yopiladigan bo'lsa 7:45 dagi. Hop, minimum darajamiz shu yerda bo'ldi mana. Endi okay. Bizda demak buzib o'tish bor tanasi bilan. Hozir mana simulyatorimiz tez bo'lib ketgani uchun nima deydi? Shu yerda o'zidan kiramiz. Lekin stop loss вообще katta bo'lib ketadi. O'shani hisobiga 0.7% entry qilamiz shunchaki. O'zi retest berganda ham kirib ko'rsak bo'lar edi. Beradimikin? Simulyator bo'lgani uchun bilmayman. Ayyo, ketib yubordi o'rtoqlar. O'zi o'sha yerda kirishim kerak edi ekan. Xo'p, keyingi vaqt ochilib ketib qoldi. Bu yog'iga take profitimizni olib berdi, просто men simulyator bo'lgani uchun o'rtoqlar kira olmay qoldim, to'g'risi. Keyingi vaqtimiz bor 8:50 da, qaranglar, 8:50 va 9:10. Mana bu yerda joylashgan. Lekin kirganimizda уже zo'r take profit bergan bo'lardi ekan. Xo'p, o'tkazib yuboramiz. Mana bizda maksimum daraja bu yerda yaraldi. Hozir bu shamcha yaraladigan bo'lsa, menimcha minimum shu bo'ladi aktual. Okay. Mana bu yerda minimum daraja bor. Вот. Endi buzilishini kutamiz. Okay. Bizda tanasi bilan buzilish bor. Mana shu holatda. Kutamiz. Hop. Hop, o'rtoqlar. Stop lossimiz вообще katta bo'lib ketyapti-yu. 0.5 keraklik, 0.5. Chunki stop loss darajasi вообще katta. Yoki bo'lmasam hozir sal tushishini kutishimiz kerak pastroqga. Bu tushmasdan ketib yuborishi ham mumkinga o'xshayapti-da. 1% bo'lib ketib qoldi. Take profit shu yerda o'zida ketaman. Onasini emsin. Okay, bezubitga zonaga keldi. 1% profitdamiz. Standard deviation -1 da, demak bezubitga qo'yishimiz kerak va take profit 1 da shu yerda olib ketaveramiz. Nimaga? Chunki volatillik juda yuqoriga o'xshayapti. Stop loss ko'rdinglar-ku, qanaqangi yuqori bo'lib ketdi. O'shani hisobiga. Bum. TP. Bizda umumiy holatda demak 5% profit hozircha. Endi keyingi signallarni kutamiz shu vaziyatda. Hozir necha bo'libdi soat? 10 как раз mana. Xo'p, 9:50, 10 bor ekan bizda o'rtoqlar mana shuni orasida. Lekin mana take profit bo'lgani uchun endi kutamiz, ya'ni kirmaymizda. Mana bu 10:50 dagi signalni kutib ko'ramiz. 10:50 va 11:10. Sal tezlashtirib yuboraman. Hop. Mana bu yerda maksimum daraja yaraldi. Bu yerda bizda minimum daraja yaraldi va buzib o'tdi. Tana bilan buzib o'tish bor. Hop, shu yerda o'zidan entry qilib ko'ramiz o'rtoqlar. Stop loss darajasini bitta ko'rib olaylik. Stop lossimiz voy, вообще bu 1% risk yana. Yana 1% risk. Take profit mana bu yerda. Chunki opasniyda, o'shuning uchun tezroq ketish kerak.
narx bitta zonada qolib ketib qoldi o'rtoqlar. Cho'ta kasha bo'lib ketdi bu yog'i. Sal tezlashtirib olaman. Hop, to'xtanglar endi mana shu yerda. Bu yog'i keyingi kunga o'tib ketib qolyapmiz. Ya'ni mana bu holatda Nyu-Yorkdagi kechki sessiya umuman yurib bermagan ekan. Ozgina pastga tushadigan bo'lsa, bezbetga qo'yib qo'yamiz. Chunki bilmaysiz ertaga nima bo'lishini. Bitta gap bilan o'sha hamma narsani hal qilib qo'yishi mumkin bozor. Aha, keyingi kunga o'tib ketib qoldik qaranglar. 3-aprelga. 18:50 bu yerda. 19:10. Cho'ta bayga signal beryapti mana bu yerda. Maksimum daraja bu yerda. Ozgina tushsinchi. Okey. Mana bu holatda уже bezbitga qo'yib turamizda, kechagi kunga ochgan bitimimizni. Ha, bezbitkani oldi. Okey. Keyingi signalni kutamiz. Bizda hozir necha? 20:45, qaranglar, 20:45 va 21:10 bor. Mana bu holatda. Mana shu yerda yaralgan eng pastki minimum daraja mana bu yerga tegishli. Okey. Hammani okey deb joniga tegdimmi? Signal yo'q. Yana signal bermadi. 21:50, 22:10 mavjud mana bu yerda, mana 21:50. Keyingi signal vaqtiga o'tib ketdi o'rtoqlar. 22:10. Endi kutamiz shu yerda yaralishini. Hop, mana bizda minimum daraja bu yerda yaraldi. Maksimum daraja bu yerda yaraldi. Yoki mana bu yuqoriroqmi? Yo'q. To'g'ri ekan. Tana bilan buzib o'tish bor. Hop, sal sekinlashtiraman. Keyingi shamchi ochilishini. O'sha qo'yib yubordikmi deyman-da. Shu yerda o'zidan sal kiradigan bo'lsak, stop loss darajamiz 1% bo'lar ekan. Iloji yo'q. Simulyator hozir tez yurib ketib qolishi mumkin, o'shaning uchun bitta o'zidan kiraveramiz. Chunki bizda tasdig'i bor va take profit mana bu yerga. Bum. Yomon emas. Yomon emas. Hop, endi bizda keyingi signal bor Aziyadagi. o'n ikki nol nol va 12:10 dagi. Sal tezlashtirib yuboraman. Mana bu yerda. Endi bu yopilish kerak hozir. Hop, mana shu maksimum daraja ekan. Endi tanasi bilan buzib o'tish kerak. Ложный пробой bo'lishi ham mumkin. Tanasi bilan buzib o'tdi. Mana bu yerda maksimum. Hop, shu yerda o'zidan kirib ko'raveraman. Stop loss darajamiz 1% risk qilamiz. Vot. 1% bu yerga. Rangeimiz kichkina bo'lgani uchun baribir stop surib qo'yaveryapman. Sababi bunaqa rangelarda aytaylik narx bitta kelib turib, undan keyin ketishi mumkin-da. O'shani hisobiga. Take profit bu yerga. Bezbitga zonamizga keluvdi harami. Chiqisi yo'q. Take profit bir zonamizga kelib bo'ldi уже. Mana holatda. O'zi bezbitga qo'yishimiz kerak edi. Shu vaziyatda o'zida mana. Bum, bezbitga. Kirgan nuqtamizdan qancha yurib berdi? 1% dan oshib yurib beribdi. Xo'p, Nyu-Yorkdagi signalni kutamiz. Tezlashtirgan holatda. Londonda kirmayapmiz o'rtoqlar. Yetti 15dagi shamimiz bu yerda mana. 7:45. Maksimum daraja bu yerda, minimum daraja bu yerda yaralyapti hozir.
Yo'q, mana bu yerda ekan minimum daraja uzr. Men anaqa adashibman. O'rtoqlar. Ложный пробой. Ember time frame'ga olib o'tib. Hop. M5 ga bitta olib o'taychi, nima bo'ldi o'zi? Tana bilan buziladigan bo'lsa, hop, yomon emas. M5 ga ham bitta qarab qo'yamiz. Qaranglar. Mana shu holatda hozir bizga keyingi signal vaqtiga o'tib ketib qoldi. Bunaqa vaziyatlarda nima qilishimiz kerak? Odatda kirib ko'rsa bo'ladi baribir. Chunki shamchalarimiz, demak 7 ta shamcha degan edim. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta. To'g'rimi? Mana shu yerda o'zidan kirib ko'ramiz va bizning stop loss darajamiz 0.5 bilan kiraman ekan. Ana o'shanda 1% risk bo'lar ekan. Вот. 1% risk. TP bu yerga. Sal pastroqga qo'yamiz ekan. Okey. Bu yerda TP'miz olishi mumkin edi, ya'ni 2%. E'tibor bergan bo'lsanglar, volatillik kuchli bo'lgani uchun take profitni -1 ga qo'ydim. Chunki ko'ryapsizlar, stop bilan misol uchun 0.5 bilan 0.5 lot bilan kirgan holatdagi vaziyatini. Вот. Full TP va 4 kunda 8.7%. Yomon emas. 4 kun ishladikmi shunda, 3 kun ishladikmi? 3. 4-kuni. 4-kuni o'tilyapti o'rtoqlar. 4-kuni New York vaqtida hamma qoidalarga amal qilib ishlayapmiz va 8.7% profit. Shunaqa. Menimcha, sizlarga как amaliy dars bo'ldi mana shu narsa. Risk management, tartib va vaqtlarga amal qiling va ozgina miyani ishlating, hammasi chotki bo'ladi.